Bugun hamma yo'g'i ichida atiga 70 kvadrat bo'lgan uyni ko'rib chiqamiz. Qani, ketdik. Hammaga salom, meni kanalimga xush kelibsizlar. Biz Rossiyada oilaviy biznesimiz bor. Shu uy qurib sotamiz. Oxirgi 5 yilda 40 tadan ortiq uy qurib sotdik va shu uylardan bittasini obzor qilgim keldi bugun. Shu orqamdagi uy atiga 70 kvadrat, hamma yo'g'i ichida bo'lgan uy. Shu bitta obyektimimizdamiz. Hozir bu uyimiz sotuvda. Bu uyimiz shu Tumen shahrida joylashgan. O'zi hamma yo'g'i bitgan. Shunaqa holatda biz o'zi topshiramiz. Kichkina bo'lmasdan, kichkina bo'lishiga qaramasdan ichida 3 xona, alohida kuxnya, gostinaya, ya'ni oshxona, alohida kotelniya, alohida sanuzeli bor. Bu uyimiz shunaqa o'rmonga qarashli joy, juda zo'r joyda joylashgan. 3 tomondan o'sha zabor qilib, sotuvga hamma yo'g'ini tayyor qilib qo'yganmiz. Hozir ichidan ham bir ko'rsataman. Qani, ketdik. Tak, uyning ichini ko'ramiz. Qani, ketdik. Mana eshikni ochganimizda ana o'ng tomonda bu yerga shu shkaf qo'yib qo'ysa bo'ladi. Umuman shu vishilka, kiyim-kechak yechgani va chap tomonda biz kotelnik, chap tomonimizda kotelnik. Ya'ni bu elektrokotel. Rossiyada endi tok o'chmaydi, shuning uchun elektrokotel ishlatamiz. 12 kilovat va uyimizni polni faqat issiq pol isitadi. Теплый pol, ya'ni radiator qo'ymaganmiz. Bu yerda mana elektroshitok, to'yni boshqaramiz va Дальше. Bu yer shunaqa kichkina koridorcha va chap tomonimizda u narsa bu yer sanuzel, ya'ni bu yerga vanna qo'ysa bo'ladi, tualet, umывальник, mana 3 ta xona. Bu birinchi xonamiz. Xonalarimizga mana bunaqa chiqarib qo'yganmiz. Bu radiatorga shu mabodo sovib ketadigan bo'lsa, Rossiya bilan juda ham sovuq bo'lib ketishi mumkin. Tumen shahrida mabodo o'ta sovib ketsa, olgan odam keyin bemalol radiator qo'yib olsa bo'ladi. Ketdik. Ikkinchi xonani ko'ramiz. Ikkinchi xonamiz mana xonalarimiz juda katta emas, lekin yashash uchun вообще zo'r. Mana bunaqa nishamiz bor. O'zbekchasiga mehrob deb qo'ysa kerak. Shkaf tushadi bu yerga. Va uchinchi xonamizda ham shunaqa shkafga spetsialniy joylarimiz bor. Mana va bu yoqda shunaqa katta kuxnya, gostinaya, ya'ni bu yerda kuxnya bo'ladi va bu yerda обеденный zona, choy ichadigan joy spetsialniy. Va bu yoqqa terrasa qurib qo'ysa bo'ladi. Shu uyning orqa tomoniga chiqqan mana shunaqa eshik qo'yib qo'yganmiz. Bu yoqqa terrasa qilinadi va mana o'rmonga qarab bemalol manzara. Bu yerga shu terrasa qilgandan keyin bemalol o'tirsa bo'ladi. Uyimiz mana bunaqa keramik blokdan qilingan. Buni shlaka blokdan adashtirib olmaymiz. Shlaka blok u вообще boshqa blok, u sovuq bo'ladi. Bu keramik blok. Bu og'irligi ham shlaka blokga qaraganda ancha yengil va ancha issiq bo'ladi. Va bu yerda mana 10 sm pinoplast утеплительga ishlatilgan. Eshigimiz ham mana bunaqa termorazrывым deydi. Juda issiq eshik va tashqarisi mana bunaqa chiroyli g'ishtlarda облицовка qilingan. 3 tomondan mana bunaqa atmosferalar ham qo'yilgan va kriltsoga mana bunaqa zina ham уже qo'yilgan. Sotuvga uyimiz tayyor. Mabodo olmoqchi bo'lsanglar, kommentariyaga yozinglar.